qanaqayam siri bo'lishi mumkin deb o'ylashinglar mumkin, lekin har bitta oddiy ovqatda ham o'ziga yarasha sirlari bo'ladi. Shu uchun bu videoni kimgadir manfaatli bo'ladi degan niyatda joyladim. Tiftilarimizga shunaqa dumaloq formalarni berib olganimizdan keyin uni olib skоворodkamizga solib birin-ketin qovurishni boshlaymiz. Nega qovuramiz deyishinglar mumkin. Asli siri ham shundaki, qovurib olgan tiftillarimiz o'zini formasini yo'qotmaydi. Sho'rvani ichiga tushganda guruchlari sochilib ketmaydi. Mazasi ham juda ham yaxshi chiqadi. Tiftillarimizni yaxshilab qovurib olganimizdan keyin sho'rvamizni ichiga solamiz. 15 daqiqalarda tiftilimiz tayyor bo'lib pishib chiqadi. Uni oilamiz davrasida mazza qilib yeb olamiz.